Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Amerikalik sportchi AQSh O'zbekistondan o'rnak olishi kerakligini aytdi. Grossmeister Hans Neyman AQSh shaxmat tizimini qoraladi va mamlakat chet ellik shaxmatchilarni jalb qilish o'rniga yosh iste'dodlarga sarmoya kiritishi kerakligini aytdi. Shaxmat Hindiston va O'zbekistonda jadal rivojlanmoqda va yerda yangi iste'dodlar paydo bo'lmoqda. Amerikalik grossmeyster Hans Neyman AQSh shaxmatni rivojlantirishga yondashuvni o'zgartirishi va ushbu mamlakatlardan o'rnak olishi kerak degan fikrni bildirdi. Neymanning ta'kidlashicha, Hindiston tizimli qo'llab-quvvatlash tufayli muvaffaqiyatga erishdi. Sobiq jahon chempioni Vishvanathan Anand eng kuchli shaxmatchilarni yetishtiradi va davlat yosh sportchilarga sarmoya kiritadi. AQShda bunday tizim mavjud emas. Biz legionerlarga yiliga $200,000 sarflashimiz kerakmi yoki shaxmatchilarimizga sarmoya kiritganimiz yaxshiroqmi? Ular ketgach bizda yulduzlar qolmaydi deb ta'kidladi Neyman. Grossmeisterning fikricha, AQSh Hindiston va O'zbekistondan o'rnak olish kerak. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.